Assalomu alaykum qarindoshlar. Javodan asosiy yurish darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning 30-qism darsimiz. Bu qism darsimizda biz mustasno bartaraf qilish, ya'ni exception handling to'g'risida o'rganamiz. Bu bir yangi hukm. Exceptions degan buni mustasno deb tarjima qildim, lekin asosida shu exceptions handling deb bilsam bo'ladi, ingliz shunday deydi. Bu exception handlingni o'rganish, ya'ni mustasno bartaraf qilishni o'rganish uchun avval shu mustasnoning nimaligini Javaga nisbatan yani exception'ның nimaligini bilishimizga to'g'ri keldi. Endi Java'da exception deganda shu biz xohlamagan yoki o'ylamagan bir natijani biz chiqqan bir natijani biz exception deymiz. Endi o'shanda turish uchun ba'zan sizish to'g'ri keldi. Men bir class qurib o'tamiz exception uchun. Mesela my class deb qo'yay. Qana mustasno degan nima deydi? Exceptions. Endi exceptions degan nima dedim? Biz kutilmagan yoki biz xohlamagan bir qanday bir natija, bir ishni qanday exceptions deydi. Ba'zi bilamiz, ba'zi bilmay qolamiz. Şunun asasen biz bunu bir taraf qilmasak, mustasnolikni qanday bir taraf qilmasak, program mangmaydi yoki mangan degan xatolik chiqib oldi. Endi bu yana bir hukm bor. Exception'ni bilish uchun buni error deydi. Bu xatolik degan gap, ha? Error deydi. Bu xatolik degan gap. Endi biz exceptions yani mustasnoni bilan bir taraf qila olamiz, ammo xatolik bo'lganda bir taraf qila olmaymiz. Yani bu exception'ni nima bilan bir taraf qilmaymiz desanglar. Try to catch deydi, try catch block. Tutish mana bir taraf qilish demakchi-da. Try catch block bilan qanday bir taraf qilamiz. Bu hozir kodning yozmoqchi bo'lgan kodning tartibi shu blockninki, bo'lakninki. Hozir sizlarga mana bir sal abstrakt bo'lishi mumkin, sal deb amaliy misol qilganda texnik tafsil so'zlay olasizlar. Endi mustasnolik degan nima deganda bir amaliy mesela söz degan chaqda biz classni Java'niki qanday eng yadrosi bo'lib qolgansin deymiz, object bo'ladi. Objectdan nima chiqadi? Desanglar, bu throwable deydi. Yani inglizce bilmasanglar, ma'noli tushuntirish ba'zi vaqtda sal test o'qish mumkin. Endi shu error bilan, exception, Java'dagi throwable degan classninki qanday? Qo'shimcha klasslari, subclass deydi. Bu exceptions degan qanday? Bilan error bilan exceptions, ya'ni mustasno bilan xatolik qanday? Shu throwable classninki shoxchi klasslari desak bo'ldi. Endi shu bir red tartib bo'yicha keladi. Buningdan nima chiqadi desanglar, throwabledan qanday? Throwabledan ikkisi bor. Birisi exception, yana birisi nima? Error. Ikkilisi qanday? Throwable tabi. Endi shu exception nima degan chaqda biz exceptionni ikkiga bo'lamiz. Errorni to'xtalmayman. Exceptionning birinchisi checked exception deydi. Checked exceptions. Yana birisi unchecked exceptions. Tekshirilgan mustasnolik, tekshirilmagan mustasnolik, tekshirilmagan mustasnolik deb olsak bo'ladi uyg'urcha. Men hozir amaliy misollarni tushuntirib qo'yman, aniq kesak texmo aniq o'qib ketadi. Mesela başlangıç o'qigan bo'lsanglar, matematikada nolni mahraj qilishga bo'lmaydi. Yoki hamda mahraj deganga tushunmay qolsanglar, bir sonni nolga bo'lishga bo'lmaydi demak, matematikaning qoidasi. Shunaqa-ku?
Mesela bir son var. Birinci son 6 deyli. Naqo? İkinci son 0 bo'lsin. Endi biz qanday? Üçüncü son. Şu birinci sonni ikkinchi son bo'lganga tang desak, 6 0 ga bölsek demekçi. Üçüncü son bo'lib qolsa-chi? Mang'usak mana exception tashlab etdi. Mustasnolik. Ya'ni nima deydi? Arithmetic exception deydi. Arithmetic exception. By 0. Biz 0 ga böleshga bo'lmaydi demoqchi. Bu 0 ga bölsek bo'lmaydi. Bu qoida bu. Shunga exception tashlab. Buni qanday hal qilamiz desak, shunga mustasno bir taraf qilish. Qanday bir taraf qilamiz desak, try catch blockdan, yani try catch block orqali bir taraf qilamiz. Bu try catch block qanday aytsanglar? Try ochimiz bodyni, try ma o'dirtirnaqni bizga ma'noning ichiga kod yozamiz. Ya'ni mushu exception mustasnolik tashlatilgan kodni yozamiz. Ondan keyin buni tutamiz mustasnoni, cache degan tutmoq degan gap. Bunun parametrisi exception e. Miyaga ogohlantirish. Mishaga qanday handle qilganligimizni, nima sababdanligini qanday yozamiz. Bu qanday bo'ldi desanglar endi. Ma kod exception tashlaydi shunaqo. Buni men miyaga qo'ymayman. Try blackning ichiga, ma blackning ichiga shu mustasno tashlaydigan, mustasnolik tashlaydigan kodni yozaman. Endi buni qanday handle qilaman desak, bu yerga ogohlantirish beraman. Mahraj 0 bo'lsa bo'lmaydi. Endi mana yurgizsak-chi, mana mahraj 0 bo'lsa bo'lmaydi deydi. Shuni shapni mana o'zgartimiz. Mana 0 qilsak bo'lmaydi ekan deb qanda. Buni 2 deb o'zgartimiz. Bu qarsanlar oddiylam ko'ringan bilan bu nimojiti va deb bir oddiylam ba'zan yomon aqlli qadamlarchi bekdanishman aranglarda. Bunda qilishning nimojiti va nima bilib turib 0 ni yozmaymiz deyishinglar mumkin. Shunaqa agar qoida shunday bo'lsa, so'ramsan bekamka 0 yozib qo'yam, kim 0 yozdi uni deb so'rashing mumkin. Bu faqat sizga ko'rsatgan bir oddiy misol bu. Oddiy misol. Endi masalan bir shirkat ishlab qolsanglar, u proyektda masalan, bu bir sonni 0 ga bo'lamiz deb unda oson birdan chiqmaydi. Nurg'un kodlar bor, hatto 1000 quruq kodlar bor. Shu kodning orasidan yurgizsanglar, ba'zir o'tmaydi, ba'zir qoladi. Shu joyda bilmaysiz, nereden nima chatoq chiqqanligini. Shu vaqtda mendalam eskartish berib qo'yib, mahraj 0 bo'lsa bo'lmaydi deb masalan shu kodni mang'usak, ma bo'lmasa, menda 0 ulaqapti deblam tizlam o'zgartiramiz. Agar menda bermasak, butunlik nima qanda? Shu mangmaydi demakchi. Kod mangmaydi. Mesela yana bir exception misal alsam. Yana bir exception. Bir string qo'sam, masalan string sim. Simni null dey. Bir qimmat bermayman demakchi. Null desam, bunun length'ini qanday topmoqchi bo'lsam, bu hech nima yo'qning length'ini bilib olamda. Yana qanday? Exception tashlayapti. Nima deydi? Null pointer exception deydi. Yana qanday try catch bilan yozmayman. Try miyaga qanday ma tashlab etmoqchi bo'lgan kodni yozmayman try ning ichiga. Undan keyin catch blockning ichiga sen exception e
the value can't be null to find the length. Ma length tepish uchun buning qimmati 0 olsun, null olsunmaydi, 0 emasa null. Hech nima bo'lmaydi. Buning hech nima bo'lmasa, uning qancha harfni so'zlaydigan qanday topib qoladi, topib qolmaydi shunaqa. Shun bumi? Mani yurgizsa qanday qildi? The value nimada ko'z birdim. Shunda try catch block bilan mesela yuzturan imtihonda exception, how do you handle exceptions deb so'rab qolsa, qanday bartaraf qilsa, mustasnolikni qanday bartaraf qilsa desa, I use try catch block desam bo'ldi. I use try catch block. Undan keyin cho'qim bir try catch blocklama emas, yana throw deb alqiliq so'z bor. U orqali qanday biz shu mustasnolikni bartaraf qila olamiz. Try catch block bilan. Masalan, mani cho'qim masalan men exception dedim-ku. Bu cho'qim exception bo'lishning hojati yo'q. Mishaga qaysi exception bo'lsa, qaysi bo'lsa masalan mani qaysi exception te? Null pointer exception shunaqa. Mani o'rniga mandalam qilib qo'ysam bo'lardi. Null pointer exception deb bilan. O'xshash chunki bu exception bo'lgan ekan. Mesela man qilsam qana o'xshash demakchi-da. Exceptionning ism bilan qilsaqmi bo'laverdi demakchi. Hamda biz bu try catch blockdan boshqana finally block deb yana bir so'z so'raning imtihonlari so'rashim mumkin. Finally block qanday bo'ldi desanglar? Shu bir mustasnolik yuz bersin. Finally deb bir alqiliq so'z bor. Shuning ichida kod menga berdi. Masalan, this is finally block. This is finally block. Shunaqa. Va yana bir misol olay. Masalan, bir array yozay, int array. Buning 1 2 3. Ma bu 3 element var shundami? 1 2 3. Ammo ma'ning 3-chisini yozsaq, chunki index 0 dan boshlangach chiqadi, ama 3-chisini topmoqchi bo'lsak, index 3 ni. Bu chiqmaydi. Bu bir mustasnolik tashlaydi, exception tashlaydi. Array index out of bound exception. Bu bek ko'p uchragan exceptiondan birisi. Shunga biz buni hamda try blockning ichiga salsak, mesela mani bartaraf qilinma mustasnolikni try blockning ichiga shuni bartaraf qilinish shunaqa. Mani men bartaraf qilishdim biron, to'xtanglar. Qaranglar, men exception tashlab etdi. Mana bu array under uning keyinidagi men kod ijro bo'lmadi. Chunki men exception bor shunaqa. Shuningizda exceptionni bartaraf qilmasa qolmaydi, ostidagi kodni ijro qilmaydi. Bu ostidagi kod masalan hello, men cho'qim ijro bo'lish kerak, muhim bir kod. Vaqt qanday qilamiz desanglar, masalan finally try catch. Mana shu try nasıl yazımız var? My exception ismi rx index out of bound exception. Manda yazsaq bo'ldi, mana bevosita yazsaq bo'ldi. Shunaqa. Please double check the length
Aşı langsın teşkil pak demekçi-de, yana bir teşkil pak dep qo'yamiz. Ondan keyin ma ijro bo'laverdi. Mana hello. Mesela ma kod ijro bo'lmadi shunaqa. Buni bir taraf qilib o'tdik. Bir taraf qilib o'tgandan keyin ondan keyin ma kod ijro bo'ldi. Agar buni qilmasak, mangmaydi demakchi, mana bir taraf qilmasak. Shunga finally block. Endi finally bilan ma'ni qanday farq bor desanglar, whether you handle the exception or not, the finally block will be executed. Ya'ni mushu try catch qanda mush mustasnolikni bir taraf qilinglar, qilmanglar, mana bu finally bo'lakning ichidagi kod ijro bo'ldi degan gap. Finally ba. Odatda avtomatik chiqarish uchun masalan try ni bassanglar, try ni desib control space ni bassanglar, tanlig'il bo'ldi. Mana bu try catch, mana bu try catch. Nima? Try finally. Exception handle qilmaylam qanda finally. Endi birga nested exception qilib bo'lamdi desanglar, nima exception handling qilib bo'lamdi desanglar, masalan try catch ni ichiga try catch yozilib bo'lamdi desanglar bo'ladi. Ma'ni ichiga try catch qilib yozilib bo'ldi. Bir qancha catch block qilganim bo'ladi. Agar usraning tamda uchrab qolsa, shuna javob bersanglar bo'ldi. Ondan keyin mana bu bir exception yuz berganda, exception tashlagan chaqda try catch block bilan hal qilib bo'ldi. Yana qanday hal qilamiz desanglar, yana biz o'rganmoqchi bo'lgan throws deb bir halqiliq so'z bor. Throws ya'ni throw nima deganimiz? Oshik sarqiliqmi? Bularni throws bilan. Throws mushu halqiliq so'z bilan mush mustasnolikni bir taraf qilib bo'ldi. Throw bilan biz o'zimiz xohlagan exceptionni, ya'ni mustasnolikni tashlay olamiz demoqchi. Masalan bir uningga bir my class day bir class qurib, my class bakina student bir class qilsam, ma'no deganimiz qanday? Throw bilan throws. Men bu ham so'zlagan chaqda ma exceptionni qanday checked exception, unchecked exception deb so'zlagan shunaqa. Bu checked exception bilan unchecked exceptionni keyin biz OOP, object oriented programming ni so'zlaganda polymorphism deb yana bir fuqumbaning mush uzoq qolmay so'zlaymiz. Shuningda ham tafsiliy to'xtalma checked exception, unchecked exceptionni. Student shunaqa. Masalan throws degan bir metod izlab, metodning ichida bir exception bo'lib qolsa, biz shuni shu parametrning kengligiga qanda throws bilan qaysi exception bo'lsa shuni tashlasak, buni bir taraf qila oladi. Masalan public static void day name bo'lsin, my name is Osman Qazi. Ismning birinchi harfini cho'ngla yozdik. Osman Qazi. Hemen buni mang'izmoqchida. Men static o'g'achqa chaqirimsaq bo'ldi. Shunaqa? Name metodni, men classni chaqirimsaq bo'ldi constructor bilan. Qana my name is Osman Qazi deydi shunaqa, bir chekit qo'ydik. Endi men mushuni yurgizyapman, shu ham chiqyapti shunaqa. Men buni to'xtatib qo'ymoqchi. Bir 5 sekunddan keyin yurgizish tashlab qo'ymoqchi. Uni thread sleep dan foydalanib qilib bo'ldi shu metoddan. Masalan 5 sekund. Mavo checked exception bo'ldi. Mavo checked. Qaram qizdirib oldi. Men hal qilmasak qizdirib oldi. Buni qanday hal qilamiz? Biz o'rgangan try catch bilan hal qilib bo'ldi. Odatda ma'ni thread sleep ma'ni odatda manda ko'pincha avlasida biz try catch bilan emas.
throws ma'noni hal qilamiz. Buni qanday hal qilamiz sanglar? Miyaga throws. Throws deb ma qaysi exception bo'lsa, shuni tashlaymiz demoqchi-da. Ashni yazsaq bo'ldi. Endi ma throw thread sleep degan qaysi exception sanglar? Interrupted. Interrupt. Agar meni nim qilamsan, masalan, ba'zi insonlar qilmasa, xato bo'lib qolsa, qizdirib oldi-ku mana bu. Ustiga tutsanglar, mouse-ni ustiga kelsanglar, mana add throws declaration dedi. Shuni bassanglar, throws interrupted exception deb chiqarib turdi. Endi mush orqali biz qanday qilamiz? 5 sekunddan keyin millisekund, shuni 5000 deb yozsak 5 sekund chiqadi. Mush orqali 5 sekund saqlaydi mana bu Eclipse. 5 şu anadaki icra bo'ldi. Mesela ma'ni qizdirib oldi. Main methodni qanday qilamiz? Shu throw interrupted exception chunki mush nimani chaqirg'achqa mushni bir taraf qilsa qilmaydi. Endi yurgizsa qanday? 5 sekund saqlaydi. 1 2 3 4 5 5 sanatdim ha mana. My name is Osman Qazi deb. Mana bu checked exception bo'ldi. Bayamqis null pointer exception, array index out of exception diğerler mala unchecked exception. Unchecked exception yani runtime exception mi deydi? Bu qanday farq qilsanlar, ma'ni yurgizganda anonkin exception tashlaydi. Lekin ma'li qanday qildi desangiz, anol exception tashlaydi mana bu. Dastlabdan tashlaydi. Shuna farq qiladi. Uni texnik tafsilotini biz polymorphism degan joyda tafsiliy so'zlaymiz. Ma'ni qanday throws keyword bilan handle qilib bo'ldi try catch blockdan sirt. Hamda ma throw keyword nima ishlatamiz desanglar, bu throw ne mesela özümüz bir custom, özümüz bir exception ne özümüz barpo qilmoqchi bo'lsak qanda shu throw bilan ishlatamiz. Mesela bir method yazay. Public void sen sum bo'lsin. Tamam. Public static int yo'q. Divide bo'lash bo'lib qolsin. Int a int b buni yozdik-ku. Ma'nimda b'ni nol bo'lib qolsa if qanday b tang nol bo'lib qolsa biz qanday qilamiz desanglar, throw new mana bu sonning bo'lgandan keyin arithmetic exception mana bu. BIOS ismini arithmetic exception you can't divide by 0 deb qo'y. Else bo'lib qolsa else bo'lib qolsa return a'ni bir bo'lgan shuni return qilib qo'ysa bo'ladi. Mana customize qilib oldik o'zimiz ham mana. Hem biz ma'ni qilsak divide shunaqa divide 5 ni 0 ga bo'lsak 5 sekundga ijro oldi ma'ni o'zgartirib shuni qilibman. Qaranglar mana. Exception tashildi. Arithmetic biz belgilaganga arithmetic exception throw qildi. Undan keyin ogohlantirish kuchuri qanday? You can't divide by 0 deb o'zimiz ishlatamiz demoqchi. Mana o'zimiz yozdik demoqchi, shuni chiqarib turdi. Throw bilan shuni ishlatamiz, undan keyin o'zimiz belgilaganki o'zimiz handle qilsak osonroq bo'ldi. Throw keywordni shuni ishlatamiz. Ammo throws degani qanday?
Mushu metodning signature deydi yani. Metodninki ismi yani parametrning keyindan qanday throw orqali qaysi exception bo'lsa, endi biz qanday bilamiz desanglar, ko'pincha holatida qiziqib olsa, tutib tursanglar, throwni bildi. Endi ko'p yana birga masalan biz ko'p ishlatadigan metodlar bor, masalan thread slap degan qanday mustasnolik tashlaydiganligini biz ham yodqib bilishimiz to'g'ri keldi. Masalan ba'zi SQL ishlatgan chog'da SQL boshdan connectionni boshlaganda actionga o'xshash cho'qim bir deklam qanda exception tashlaydi, shu vaqt throws keyword bilan biz bir taraf qilamiz degan gap. Bugungi darsimiz tugagan mazmunlar qanday? Men yana bir takrorlatay. Unutib qilishinglar mumkin, chunki ba'zilar o'quvchilar men nima o'rgandik deganda ochdim demaydilar. Bugun masalan u to'g'risida deb tafsiliy to'xtalmay bo'ldi. Men shuni yig'inchoqlikda bugungi narsamiz qanday? Mustasnolik, ya'ni exception handling. Endi exceptionninki nima bilan handle mustasnolikni qanday bir taraf qilamiz degancha try catch bo'lak, undan keyin finally bo'lak, undan keyin qanday throw va throws degan mashqi alqiliq so'zni o'rgandik. Undan boshqa men checked exception va unchecked exceptionni qanday azroq to'xtalib o'tdim. Sizlar ko'pincha ko'p uchraydigan exception yodlab olsangiz bo'ladi. Balki userning tamida ko'pincha uchraydigan qanday exception uchraydi deb so'rash mumkin. Sizlar masalan null pointer exception, array index out of bound exception mushularni o'zinglar nima ishlatishinglar asosan yodlab olsangiz bo'ladi. Keyin baribir ishlasanglar bu ko'p uchraydi. Ko'p uchraydi. Sizlar nimani exception'ni qaysi qanday usullar bir taraf qilish degandek o'zinglar qanday avtomatik qildigan yoki o'rgandigan bo'lib ketsizlar. Bugungi darsimiz mushagicha. Ham tushunmagan nuqta olsa asosan shaklda qoldirsangiz bo'ldi. Davomliq mashq qilib turinglar, davomliq deydigan mashq qilmasanglar buni unutib qolsizlar, chunki amaliy ishlatgicha siz xizmat topqicha buni endi mashq qilib turishlar degan narsa. Men nurg'un amaliy misollarni keltirib berdim. Masalan, hisoblag'ishni qanday chiqaramiz? Oddiy holda o'zinglar masalan mushu bir metod yozib o'zinglarcha men hammani qilib berishimdan ochdik. Masalan, dollarni yevroga almashtirish bir metod yozib almashtiradigan bir programdan birini yazsanglar bo'ldi. Shunaqa? Masalan, men oddiylam yozib beray. $1 qancha yevro, $1 qancha dollar bo'lganligini. Currency deydi-ku pulni. Currency. Pul birligi deyə bo'ldi. Masalan, bir metod yazayım. Public static double USD to euro. Shunaqa? USD dollarni yevroga aylantirishlar hozir. Ma'nodancha. Yoki buni USD to euro bo'lgan ekan, dollarni yevroga aylantirish uchun qanday qilamiz? Dollarning sonini kirgizishimiz ama dollarni kirgizsak ham mancha yevro deb chiqarib berish kerak. USD day. €1 qancha dollar? €1 Masalan, $2 €1 nima $1 hozir 0.89 euro deyli. $1 0.89 euro yoki €1 qancha dollar? $1.3. Shunaqa? Unda olsa biz evroni tepish uchun
USD'ga 1,13. Yani bugungi masalan perevod nisbati 113 eli, $1, 1,14 euro deyli. Hamda yevroni qanday qilamiz? Dollarga aylantirgan bir metod yozamiz. Euro tuğanda USD. Yevroni euro kirgizimiz go mana qanday? Dasa 1 euroni kirgizib, qancha dollarga taqinsak qanday qilamiz? 0,89 ko'paytimiz o chaqda. Mana bir programma mana shu oddiy programma. Converter deydi. Currency converter. Mesela dollarni yevroga aylantiraylik. 546 dollar ne? 546 dollar. Qancha yevrodan? 546 dollar. 616 yevrodan. No. To'xtanglar. Yevro kuchlik shunday qo'y. Men mashq sanmashtirib qo'yibdim. Manınğa 89'unu ko'paytib, manınğa 113. 546 dollar 485.94 yevrodan. Unda olsa Hamda yevroni dollarga aylantirildi. Masalan, 300 euro bo'lsin. 300 euro qancha dollarga teng? $338 338 mana mishagichi. Mushu dollarga teng 300 euro, 338. Nasıl 1 euro necha dollarga teng? 1 euro 1,13 dollarga teng. Nasıl 1 dollar necha euroga teng? 0,89 euro teng demekçi. Hem bunu teximali qilib kesbi o'tma desanglar qanday chiqadi? Mening oldiga dollar yevroning belgisini chiqarmoqchidan bo'ldi. Uni to'g'ri chiqdi deb kompyuter ustidan topqili. Tepoqchoq ketdi. Mana mushu. Mushuni o'zing ayrim o'zing ehtiyojga asosan program yozsizlar qaranglar. O mashq mushundan keldi. Hozir mening dollarga aylantirishni converter falan ko'rdinglar. Ya nima aylantirdi, nimaga aylantirdi, shunda oddiy program yozsang bo'ldi. Masalan, hisoblovchilar ko'paytirish bilish, qo'shish deb. Temperaturani masalan Fahrenheitni Celsius gradusga aylantirishni Fahrenheit temperatur masalan chet ellarda ba'zi davlatlarda Fahrenheit ishlatadi, ba'zi davlatlarda Celsius gradus ishlatadi. Andan keyin mailni metrni mailga aylantirishlar, shunda aylantirilgan nurg'un narsalar bor. Mushinsil Javadan o'zingiz bilgan orqali aylantira olasizlar, program yoza olasizlar. Ashuna mashq qilamiz buni. Ana mashq ko'p qilib biringlar. Nasıl bir yengtar simşakça?